Milliy biofarmatsevtika ilmiy tadqiqot instituti hamda Innotexnopark o'rtasida ilm-fan, innovatsiyalar va yuqori texnologiyalar sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan anglashuv memorandumi imzolandi. Hamkorlik doirasida qo'shma ilmiy tadqiqot va innovatsion loyihalarni amalga oshirish, yosh olimlar va tadqiqotchilarni qo'llab-quvvatlash, startap tashabbuslarini rivojlantirish, ilmiy amaliy konferensiyalar, seminarlar, treninglar va boshqa ta'lim hamda innovatsion tadbirlarni birgalikda tashkil etish rejalashtirilgan. Institut vakillari Innotexnopark hududida faoliyat yuritayotgan zamonaviy biotexnologiya laboratoriyalari, ilmiy texnologik infratuzilma hamda amalga oshirilayotgan innovatsion va startap loyihalari bilan yaqindan tanishdilar. Tashrif davomida izlanishlar, texnologik ishlanmalar va ularni amaliyotga joriy etish jarayonlari yuzasidan batafsil ma'lumotlar taqdim etildi.